Bugungi mavzu juda muhim. Kimlarga qo'shimcha ish staji hisobga olinishi mumkin? Qaysi davrlar pensiya tayinlashda stajga qo'shiladi? Qaysi holatlarda esa odamlar hujjat topshirganda kutilmagan rad javobini olishi mumkin? Men bu masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Chunki bu faqat pensiyaga chiqayotgan odamlarning emas, balki hozirdan ishlayotgan har bir fuqaroning kelajagiga bevosita taalluqli. Bir necha yil, hatto bir necha oy staj yetishmasligi pensiya miqdoriga ham, pensiyaga chiqish huquqiga ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Kanalga hoziroq obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni oldindan bilgan odam keyin ortiqcha yugurdan, asabdan va moliyaviy yo'qotishdan saqlanadi. Avvalgi yillarda ko'pchilik ish staji deganda faqat mehnat daftarchasida yozilgan ish davrlarini tushunar edi. Ya'ni odam qaysi tashkilotda ishlagan, qachon ishga kirgan, qachon bo'shagan, muhr bosilganmi, buyruq raqami yozilganmi? Mana shular asosiy dalil bo'lgan. Lekin hayotda hamma narsa faqat oddiy ish joyi bilan cheklanmaydi. Kimdir harbiy xizmatda bo'lgan, kimdir bola parvarishi bilan uyda o'tirgan, kimdir nogironligi bo'lgan farzandini parvarish qilgan, kimdir o'qigan, kimdir chet elda ishlagan, kimdir mavsumiy ish qilgan, kimdir kolxoz yoki fermer xo'jaligida mehnat qilgan. Ana shunday davrlarning hammasi ham avtomatik tarzda stajga qo'shilavermaydi. Lekin ayrimlari qonunchilikda belgilangan tartibda qo'shimcha ish staji sifatida hisobga olinishi mumkin. Hozir vaziyat ancha o'zgargan. Pensiya tizimida elektron ma'lumotlar bazasi, ish haqi va sug'urta badallari bo'yicha ma'lumotlar, tashkilotlarning arxiv hujjatlari, soliq va bandlik organlari ma'lumotlari katta ahamiyat kasb etmoqda. Oldin mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa, ko'p hollarda yetarli deb qaralgan bo'lsa, hozir ayrim holatlarda ish haqi to'langanini, mehnat shartnomasi bo'lganini, badallar yoki soliqlar yuritilganini tasdiqlovchi ma'lumotlar ham kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doimo aytaman, staj masalasini pensiya yoshiga yetganda emas, undan ancha oldin tekshirish kerak. Qo'shimcha ish staji deganda men shuni tushuntiraman. Bu odamning oddiy mehnat daftarchasidagi ish davrlaridan tashqari yoki mehnat faoliyatiga tenglashtirilgan ayrim davrlarning pensiya hisobida inobatga olinishi. Bunday davrlar shaxsning ijtimoiy hayoti, davlat oldidagi majburiyatlari, oilaviy majburiyatlari yoki boshqa qonuniy holatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, bir ayol 25 yil ishlagan, keyin 3 nafar farzandini parvarish qilish sababli ma'lum yillar uyda bo'lgan. U pensiyaga hujjat topshirganda o'ylaydi, men 25 yil ishladim, qolgan davrlarim hisobga olinmaydi. Lekin ayrim hollarda bola parvarishi davrlari ham belgilangan chegaralar doirasida stajga qo'shilishi mumkin. Yoki erkak kishi 2 yil harbiy xizmatda bo'lgan, keyin 20 yil ishlagan. U ham o'sha harbiy xizmat davri pensiya stajiga qo'shiladimi, yo'qmi deb so'raydi. Bunday savollarga javob aniq hujjatlarga, davrga va amaldagi tartibga bog'liq. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar, ayollar va erkaklar pensiyaga chiqishdan kamida 2-3 yil oldin o'z stajini tekshirtirib olishi kerak. Sababi pensiya yoshiga yetganda birdaniga arxiv yopiq, tashkilot tugatilgan, mehnat daftarchasidagi muhri noaniq, buyruq raqami topilmayapti degan muammolar chiqib qolishi mumkin. Agar odam bu ishni oldindan boshlasa, hujjatlarni tiklashga vaqt bo'ladi. Ikkinchi toifa. Mehnat daftarchasida uzilishlari ko'p bo'lgan odamlar. Masalan, kimdir 1905 yildan 1940 yilgacha ishlagan, keyin 2002 yilgacha tanaffus bo'lgan, keyin yana ishga kirgan. Bu tanaffus davrida u aslida norasmiy ishlagan bo'lishi mumkin. Bola parvarishda bo'lishi mumkin, o'qigan bo'lishi mumkin yoki harbiy xizmatda bo'lgan bo'lishi mumkin. Har bir davr alohida tekshiriladi. Shunchaki men ishlaganman deyish yetmaydi. Buni tasdiqlaydigan hujjat bo'lishi kerak. Uchinchi toifa. Bolalarni parvarish qilgan ayollar. Amaliyotda ko'p ayollar bola tug'ilgandan keyin ishga qaytmagan, keyin yana boshqa joyda ishlagan. Ular ko'pincha uyda o'tirgan yillarim butunlay kuyib ketdim deb so'raydi. Yo'q, hamma holatda ham kuyib ketadi deb bo'lmaydi. Lekin qaysi davr, nechta bola necha yoshgacha parvarish qilingan, ayol shu davrda rasmiy ishda bo'lganmi yoki yo'qmi, hujjatlar bormi? Mana shu omillar muhim. 4-toifa. Harbiy xizmatni o'taganlar. Muddatli harbiy xizmat, ayrim hollarda kontrakt asosidagi xizmat, ichki ishlar, mudofaa, favqulodda vaziyatlar yoki boshqa maxsus xizmatlar bilan bog'liq davrlar pensiya stajida muhim rol o'ynashi mumkin. Lekin bu yerda ham xizmat guvohnomasi, harbiy bilet, arxiv ma'lumotnomasi.
buyruqlar va xizmat davrini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. 5-toifa. O'zini o'zi band qilganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo'jaligi yoki fermer xo'jaligida ishlaganlar. Hozir bunday faoliyat turlari ko'paygan. Lekin pensiya staji uchun eng muhim savol, ushbu faoliyat rasmiy qayd etilganmi? Kerakli to'lovlar qilinganmi? Soliq organlarida ma'lumot bormi? Agar odam 10 yil bozorda savdo qilgan bo'lsa. Lekin hech qayerda ro'yxatda bo'lmasa, buni pensiya stajiga qo'shish juda qiyin bo'ladi. Agar siz butun mehnat faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomalari bo'lgan bo'lsa, ish haqi rasmiy to'langan bo'lsa, tashkilotlar ma'lumotlari elektron bazada ko'rinayotgan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq va to'liq bo'lsa, xavotir ancha kam bo'ladi. Lekin bu umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Men baribir har bir odamga kamida bir marta o'z shaxsiy staj ma'lumotlarini ko'rib chiqishni maslahat beraman. Chunki ba'zida juda tartibli ishlagan odamning ham 1-2 yil staji bazada ko'rinmay qoladi. Sababi tashkilot hisobot bermagan bo'lishi, ma'lumot noto'g'ri kiritilgan bo'lishi, familiya o'zgargan bo'lishi yoki pasport ma'lumotlari yangilanganda bog'lanish xatosi yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Misol uchun, fuqaro 2004 yildan 2010 yilgacha maktabda ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin elektron bazada 2006 yilgacha ma'lumot ko'rinadi, 2007-2000 yillar ko'rinmaydi. U pensiyaga chiqqanda shu 4 yilni isbotlashga majbur bo'ladi. Agar u oldindan maktab buxgalteriyasidan, tuman xalq ta'limi bo'limi arxividan yoki tegishli arxivdan ma'lumotni olib qo'ysa, masala oson hal bo'ladi. Endi eng ko'p beriladigan savollardan biriga o'taman. Bola parvarishi stajga qo'shiladimi? Bu masalada odamlar orasida turli gaplar yuradi. Kimdir hammasi qo'shiladi deydi, kimdir umuman qo'shilmaydi deydi. To'g'ri yondashuv shuki, qonunchilikda belgilangan shart va chegaralar asosida ayrim bola parvarishi davrlari stajga hisobga olinishi mumkin. Masalan, ayol 1990 yildan 1995 yilgacha korxonada ishlagan. 1995 yilda birinchi farzandi tug'ilgan. 1997 yilda ikkinchi farzandi tug'ilgan. Keyin 2000 yilda yana ishga kirgan. Bu davrni hisoblashda tug'ilganlik guvohnomalari, onaning bola parvarishida bo'lganini tasdiqlovchi hujjatlar, ish joyidagi ta'til buyruqlari, ba'zan yashash joyi yoki boshqa ma'lumotlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar bola parvarishi davri qonunda ko'rsatilgan limitdan oshsa, ortiqcha qismi stajga kiritilmasligi mumkin. Yana bir misol, ayol umuman rasmiy ishlamagan, lekin 4 nafar farzandni tarbiyalagan. U mening farzand tarbiyalagan yillarim ish stajiga kiradimi deb so'raydi. Bu holatda ham masala avtomatik emas. Pensiya huquqi uchun zarur bo'lgan minimal staj, ijtimoiy pensiya yoki yoshga doir pensiya shartlari, bolalar soni, hujjatlar va qonunda ko'rsatilgan alohida tartiblar tekshiriladi. Shuning uchun har bir holatda pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki mas'ul organga aniq hujjatlar bilan murojaat qilish kerak. Harbiy xizmat ko'p hollarda staj masalasida muhim qo'shimcha davr bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, erkak kishi 18 yoshida 2 yil muddatli harbiy xizmatni o'tagan, keyin 30 yil rasmiy ishlagan. Agar harbiy xizmat davri tasdiqlansa, umumiy staj 32 yil sifatida ko'rilishi mumkin. Pensiya miqdorini hisoblashda foyda berishi ehtimoli bor. Lekin harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa, men xizmat qilganman degan gapning o'zi yetmaydi. Harbiy komissariyatdan yoki tegishli arxivdan xizmat davrini tasdiqlovchi ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Boshqa misol, fuqaro ichki ishlar organida 7 yil xizmat qilgan, keyin fuqarolik sohasida 20 yil ishlagan. Bunday holatda xizmat davrining pensiya tizimidagi tartibi, maxsus pensiya huquqi yoki umumiy pensiya stajiga qo'shilishi alohida tekshiriladi. Chunki har bir xizmat turi uchun hujjat va hisoblash qoidalari bir xil emas. Bu ham juda nozik savol. Ko'pchilik oliy o'quv yurtida o'qigan, yillarim ish stajiga kiradi deb o'ylaydi. Lekin zamonaviy tartibda o'qish davrining stajiga kiritilishi har doim ham oddiy masala emas. Qaysi yillarda o'qigan? Kunduzgi ta'limmi? Ishlab turgan holda o'qiganmi? Stipendiya yoki ish haqi bo'lganmi? Avvalgi qonunchilik davrida qanday tartib amalda bo'lgan? Bularning barchasi ahamiyatga ega. Masalan, fuqaro 1995-1990 yillarda kunduzgi institutda o'qigan, keyin 1990 yildan ish boshlagan. U pensiya hisobida o'qish davrini qo'shishni so'rashi mumkin, lekin buning uchun diplom, o'qishga kirish va bitirish haqidagi arxiv ma'lumotnomalari kerak bo'lishi mumkin. Boshqa fuqaro esa 2015-2019 yillarda o'qigan
va hech qayerda ishlamagan. Bu davrni pensiya stajiga qo'shish masalasi amaldagi tartib asosida boshqacha baholanishi mumkin. Demak, o'qish hamma vaqt staj degan umumiy xulosa noto'g'ri. Ayrim hollarda mehnatga layoqatsiz nogironligi bo'lgan shaxsni, keksa yoshdagi parvarishga muhtoj odamni yoki nogironligi bo'lgan bolani parvarish qilish davrlari ham alohida tartibda inobatga olinishi mumkin. Lekin bu yerda eng katta xato shundaki, odamlar parvarish qilgani yillar o'tib og'zaki aytadi, lekin o'sha davrda rasmiy ro'yxatga qo'yilmagan bo'ladi. Agar parvarish qilish davri tegishli organlarda rasmiy qayd etilmagan bo'lsa, uni keyin isbotlash juda qiyinlashadi. Masalan, ayol 2010 yildan 2018 yilgacha nogironligi bo'lgan farzandini parvarish qilgan. Agar bu holat tibbiy hujjatlar, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnomalar, parvarish bo'yicha tayinlangan nafaqa yoki boshqa rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlansa, masala ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin hujjatlar yo'q, faqat qo'shnilar biladi degan holatda ish murakkablashadi. Guvohlarning ko'rsatmasi ayrim holatlarda yordam berishi mumkin, lekin pensiya staji uchun asosiy kuch rasmiy hujjatlarda bo'ladi. Hozir ko'p odamlar men 20 yil ustachilik qildim. Men yil tikuvchilik qildim. Men bozorda savdo qildim. Men taksida ishladim deydi. Bu mehnat albatta hayotiy jihatdan haqiqiy mehnat, lekin pensiya tizimi uchun rasmiylik juda muhim. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, soliqlar va ijtimoiy to'lovlar belgilangan tartibda to'langan bo'lsa, bu davrlar stajga ta'sir qilishi mumkin. Agar siz o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, faoliyatingiz va to'lovlaringiz ma'lumotlar bazasida aks etsa, bu ham kelajakda muhim bo'ladi. Lekin odam 8 yil norasmiy qurilishda ishlagan bo'lsa, ish beruvchi bilan shartnoma bo'lmasa, ish haqi naqd berilgan bo'lsa, soliq yoki badal to'lanmagan bo'lsa, keyin bu yillarni stajga qo'shish juda og'ir bo'ladi. Shuning uchun men yosh tomoshabinlarga alohida aytaman. Bugun norasmiy ishsizga qo'lda ko'proq puldek ko'rinishi mumkin, lekin ertaga pensiya, kredit, ipoteka, ijtimoiy himoya masalasida sizga zarar keltiradi. Yana bir dolzarb masala chet elda ishlagan yillar stajga kiradimi? Bu savolning javobi ham bir xil emas. Agar O'zbekiston bilan boshqa davlat o'rtasida pensiya ta'minoti bo'yicha xalqaro shartnoma bo'lsa, yoki ishlagan davlatdagi rasmiy mehnat faoliyati tegishli hujjatlar bilan tasdiqlansa, ayrim hollarda bu davrlar inobatga olinishi mumkin. Lekin chet elda norasmiy ishlagan, shartnomasiz, ruxsatsiz, soliqsiz ishlagan davrlarni tasdiqlash juda qiyin. Masalan, fuqaro Rossiyada 2005-2025 yillar davomida rasmiy korxonada ishlagan, mehnat shartnomalari, ish haqi ma'lumotlari, sug'urta ajratmalari mavjud. Bunday hujjatlar tarjima qilinib, tasdiqlanib, tegishli tartibda taqdim etilishi mumkin. Boshqa fuqaro esa chet elda qurilishda brigada bilan ishlagan, lekin hech qanday rasmiy hujjat olmagan. U 10 yil ishlagan bo'lsa ham, pensiya hisobida bu davrni isbotlashda katta muammoga duch keladi. Eng katta yashirin muammo bu hujjatlardagi nomuvofiqlik. Masalan, mehnat daftarchasida familiya Karimova, pasportda turmushdan keyin Tursunova, diplomda esa otasining ismi boshqa imlo bilan yozilgan. Bunday holatda hujjatlar bir shaxsga tegishli ekanini tasdiqlash talab qilinadi. Nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan haqidagi hujjat. Tug'ilganlik guvohnomasi, arxiv ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi muammo, tashkilot tugatilgan. Odam 1993-1918 yillarda zavodda ishlagan, zavod allaqachon yopilgan. Bu holatda hujjatlar qayerga topshirilganini aniqlash kerak. Davlat arxivi, tarmoq arxivi, hokimlik arxivi yoki tashkilotning huquqiy vorisi. Agar arxivda ish haqi qaydnomalari, buyruqlar, shaxsiy varaqalar saqlangan bo'lsa, stajni tasdiqlash imkoniyati bo'ladi. Uchinchi muammo, mehnat daftarchasida noto'g'ri yozuv. Masalan, ishga kirgan sana bor, bo'shagan sana yo'q, yoki buyruq raqami noto'g'ri, yoki muhr o'qilmaydi. Bunday holatda qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilinadi. Men ko'p ko'rganman. Odam daftarchamda yozuv bor-ku deydi, lekin yozuv qonuniy talabga javob bermasa, mas'ul organ uni qo'shimcha tekshiradi. To'rtinchi muammo, bir davrni 2 marta hisoblashga urinish. Masalan, odam bir vaqtning o'zida bola parvarishi davrini ham, ish davrini ham alohida qo'shishni so'rashi mumkin. Lekin odatda bir vaqt oralig'i 2 karra staj sifatida hisoblanmaydi, agar qonunda maxsus imtiyozli tartib bo'lmasa. Shuning uchun har bir davr kalendar asosida tekshiriladi. 5-muammo, imtiyozli staj bilan oddiy stajni aralashtirish. Ba'zi kasblarda zararli, og'ir yoki alohida sharoitdagi mehnat uchun
imtiyozli pensiya huquqi bo'lishi mumkin. Lekin bu qo'shimcha ish staji degani emas, balki alohida tartibda hisoblanadigan maxsus mehnat sharoiti bo'lishi mumkin. Masalan, shaxtada ishlagan, kimyo ishlab chiqarishida ishlagan, ayrim tibbiyot yoki ta'lim sohalarida ishlagan shaxslar bo'yicha alohida normalar bo'lishi mumkin. Bunda lavozim nomi, ish joyi, attestatsiya, buyruqlar va ish sharoiti hujjatlari juda muhim. Birinchi qadam. O'z mehnat tarixingizni qog'ozga yozib chiqing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishladingiz, qachon o'qidingiz, qachon harbiy xizmatda bo'ldingiz, qachon bola parvarishi yoki boshqa parvarish davri bo'ldi. Qachon tadbirkor bo'ldingiz, qachon chet elda ishladingiz. Har bir davr yo'niga hujjat bor yoki hujjat yo'q deb belgilang. Shunda sizda umumiy manzara paydo bo'ladi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish yozuvlari to'liqmi? Sanalar aniqmi? Tashkilot nomi tushunarlimi? Muhr bormi? Buyruq raqamlari bormi? Agar mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash uchun avvalgi ish joylaridan yoki arxivlardan ma'lumotnoma olish kerak. Uchinchi qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Hozir ko'p ma'lumotlar davlat xizmatlari, pensiya organlari, soliq organlari yoki tegishli idoralarning axborot tizimlarida bo'lishi mumkin. Agar sizda elektron raqamli imzo yoki My.Bdakov.uz orqali kirish imkoniyati bo'lsa, mavjud ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Agar tushunmasangiz, davlat xizmatlari markaziy yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. To'rtinchi qadam, arxiv ma'lumotnomalarini yig'ing. Agar avvalgi ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga, viloyat arxiviga, tashkilotning yuqori turuvchi organiga yoki huquqiy vorisiga so'rov yuboring. So'rovda to'liq ism sharifingizni, tug'ilgan sanangizni, ishlagan tashkilotingiz nomini, lavozimingizni, taxminiy ish yillarini yozing. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, eski familiyani ham ko'rsating. 5-qadam, bola parvarishi bo'yicha hujjatlarni tayyorlang. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, ish joyidan bola parvarishi ta'tili haqidagi buyruqlar, zarur bo'lsa, yashash joyi ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Agar farzand nogironligi bo'lgan bola bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari, nogironlik belgilangan davrlar. Parvarish bo'yicha hujjatlar alohida ahamiyatga ega. 6-qadam, harbiy xizmat bo'yicha hujjatlarni tekshiring. Harbiy bilet bo'lsa, undagi xizmatga chaqirilgan va bo'shatilgan sanalarni ko'ring. Agar harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa, mudofaa ishlari bo'limiga yoki tegishli arxivga murojaat qiling. Xizmat qilgan qism raqami, yillar va joy haqida ma'lumot bo'lsa, izlash osonlashadi. 7-qadam. Tadbirkorlik va o'zini o'zi band qilish bo'yicha soliq ma'lumotlarini oling. Ro'yxatdan o'tgan davrlaringiz, to'lovlaringiz, faoliyat turi, tugatilgan yoki to'xtatilgan sanlar bo'yicha ma'lumotlarni yig'ing. Agar to'lovlarda uzilishlar bo'lsa, bu pensiya stajiga qanday ta'sir qilishini oldindan aniqlang. 8-qadam, chet elda ishlagan bo'lsangiz, hujjatlarni qonuniylashtiring. Mehnat shartnomasi, ish haqi haqida ma'lumot, sug'urta ajratmalari, ish beruvchidan ma'lumotnoma, yashash yoki ishlash ruxsatnomasi kabi hujjatlarni saqlang. Kerak bo'lsa, notarial tarjima qildiring va vakolatli organlar talab qiladigan shaklida topshiring. 9-qadam. Rad javobi olsangiz, sababini yozma oling. Og'zaki bo'lmaydi degan javob bilan cheklanib qolmang. Qaysi davr nima sababdan stajga kiritilmayapti? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma asos bo'lyapti? Buni yozma ravishda so'rang. Yozma javob bo'lsa, siz kamchilikni to'g'rilashingiz yoki yuqori turuvchi organga shikoyat qilishingiz mumkin. 10-qadam, hujjatlarni nusxalab, tartibli papkada saqlang. Asl hujjatlarni yo'qotmang. Har bir ma'lumotnomaning nusxasini oling, elektron skanerini saqlang. Men har doim tavsiya qilaman. Pasport, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi. Arxiv ma'lumotnomalari bitta joyda tartib bilan tursin. Bu nafaqat pensiya, balki boshqa ijtimoiy masalalarda ham kerak bo'ladi. Demak, qo'shimcha ish staji har kimga bir xil tartibda avtomatik qo'shilmaydi. Har bir davr alohida hujjat, alohida asos va alohida tekshiruv talab qiladi. Harbiy xizmat, bola parvarishi, nogironligi bo'lgan shaxsni parvarish qilish, ayrim o'qish davrlari, rasmiy tadbirkorlik, chet eldagi qonuniy mehnat faoliyati. Arxiv bilan tasdiqlangan eski ish davrlari pensiya hisobida muhim rol o'ynashi mumkin. Eng asosiysi vaqtida tekshirish, hujjatlarni yig'ish va har bir yilni isbotlab qo'yish. Agar sizda meni falon davrim stajga kiradimi degan savol bo'lsa, izohlarda vaziyatingizni yozing.
Qaysi yillar, qayerda ishlagansiz, qanday hujjatlaringiz bor? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida oldindan bilgan odam yutadi. Kech qolgan odam esa hujjat ortidan yillar davomida yurishi mumkin.